Kamina Alijon Sattorov, Isroiljon o'g'li, integratsiyalashgan tibbiyot, ya'ni zamonaviy tibbiyot hamda qadimgi sharq tabiati yo'nalishi bo'yicha faoliyat olib boramiz. Zaytun Medtib brend asosida ishlab chiqarishimiz hamda klinikamiz mavjud. Shu tajribalarimiz asosida biz xotirani tiklash hamda sog'liqni saqlash bo'yicha juda ham ko'p tadbirlar qilganmiz. Xotiramizni kuchli yoki kuchsizligi, uning mavjud yoki uning yo'qligi juda ham ko'p faktorlarga bog'liq. Turli psixologik travmalar yoki tushunchalarimizning har xilligi, miyamizga kelgan ma'lumotlarning turlichaligi, bir vaqtning o'zida ko'plab informatsiyani qabul qilish, virtual hayotdagi tarmoqlarning mavjudligi, ayniqsa Instagram, TikTok kabi platformalarda turli mavzudagi ko'rsatuvlarni ko'rishimiz xotirani pasayishiga sabab bo'ladi. Va undan tashqari ichki omillarimiz buzilishi hisobiga miyani xotirani pasayishi sabab bo'ladi. Yuqoridagi faktorlarni inobatga olib, xotirani tiklash, ya'ni uni mustahkamlash uchun eng toza, ishonchdan o'tgan, halol bo'lgan mahsulotlardan biri Taftazoni tavsiya qilaman. Xotirani mustahkamlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi, organizmni hattoki 3-bosqich, 4-bosqich darajada, hujayra darajasida tozalashga yordam beradi. Tabiiy o'simliklardan iborat, ichishga qulaylashtirilgan kapsula holatda. Kapsulasi ham vegan, ya'ni o'simliklardan tayyorlangan kapsula. Boshqa notrop dorilardan, ya'ni faqat miyani oziqlantiruvchi emas, balki miyani oziqlanishiga to'sqinlik qiluvchi tiqilmalarni ochishga mo'ljallangan xususiyati bor. Hamda effekti ta'siri tez ko'rinadi. Bu mahsulotimizni o'zim va yaqinlarimiz tez-tez iste'mol qilib turamiz. Sizga ham aynan shu tavsiyani bermoqchiman. O'zingizni va yaqinlaringizni sog'lig'iga doim e'tiborli bo'ling. Salomat bo'ling.